Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. 1-may Jumayyom barchamizga muborak bo'lsin. Leo Garden olma bog'ida bir kunlik ish dasturi. Bugun bog'larimizda qilinayotgan ishlar yosh ko'chatlarni freza qilingandan keyin yengil ketmonda o'rta qismini olish ishlari bo'lyapti. Shu katta noklarimiz bilan birga to'liq chopiq bo'ladi. 2 hektar noklarimiz ichlari bilan. Va bu taraflarimizda mana yosh olmalarimizni liderini yakkalab, lider o'sishga sharoit yaratib, boylash ishlari bo'lyapti. O'tgan yilgi ekilgan devilgala olmalarimizni yengilariga mana salafan kiydirib, gerbisid sepilgan. Boylov jarayonlari bo'lyapti. M9 podvoy devilgala navli olmamiz. Leo Garden bog'ida katta noklarimizni freza qilish ishlari bo'lyapti. Bu frezamiz mana qilgandan keyin mana shu o'rtada qolgan o'tlarni hozir ketmonda mana chopib ketidan tozalash ishlari bo'lyapti. Frezamiz mana dalaga tushganiga kecha 40 minutcha kechroq tushdi. Mana hozir o'sha 40 minut bu yoqdan ham o'tdi bugungi kundan. 2 tarat qoldi. 8 soatda 2 hektar Santa Mariyamizni 8 soatda frezalab chiqyapti. Leo Garden bog'i texnika bilan qulayliklar, ketmonni ishini yengillatish. 8 soatda 2 hektar. Hozirgi opalar yengil o'rtasini urib chiqishadi. İşimiz tez xudo xolasa yakunlanadi. Yosh Santa Maria ko'chatlarimizda karbamid sepish ishlari bo'lyapti. Prognoz qilinayotgan yomg'irlarga ham ozgina ishongan holatda bir qismdan har birini tagiga sepib chiqyapmiz. Bu yoqda 4 kishi bu ish bilan band. Bular chopiq, mana ketmondan ham o'tgan, freza, ketmon va ketidan karbamid sepamiz. O'tlardan o'ldirib. Bu 4 kishilarimiz ham xudo xolasa hozir 2 hektar bor, shuni sepib, 1 soatda ketmonga yordamlashishadi. Ketmonni tezlashtirib frezaga yetib olishimiz kerak. Leo Garden olma bog'ida bir kunlik ish dasturlarimiz. Qurbontoy akam bilan mana Leo Garden olma bog'ining Golden Gala 8 yoshli olmalariga shitovkaga qarshi doralash ishlarini yakunladik. Leo Garden olma bog'ida. Leo Garden bog'ida Santa Mariyamizdan frezer bo'shaytyapti. O'sha 2 taratni tugatgandan keyin mana shaftolilarimizni shilankalarini bu yoqda ko'tarish ishlarini olib boryapmiz. Qodir qulagan bilan mana bularni frezalash ishlari bo'ladi. Bu yoq 2,5 hektarda. Leo Garden bog'ida freza ishlari. Joy tayyorlash. Asal qarab nima qilyapman bundan qilib. Qodir qulagan bilan mana shilankalarni ko'tarish ishlari bo'lyapti. Hozir yana o'zlariga ham tushuntirdim. O'zim tozalaganman, esimda deyaptilar. Payvand qilinganlarni ehtiyotlab ko'chirib yormasdan ko'tarish ishlari bo'lyapti. Payvandga tegizib yormen dedim. Va freza mana shu shaftolizorlarimizni qiladi. Hozir o'sha Leo Garden olma bog'i. Bu 2,5 hektarlik shaftolimizni etek tomonida mana hamda yana yarim 20 sotuvchi shaftolimiz bor. Mana shaftolilarimizga o'tish qismida arov borligi sababli bu joyga ham bugun dasturga kiritilgan turba qo'yib, rachokda tuproq bostirib, dori sepishda bu shaftoli bilan bu shaftoliga shu yerdan traktor o'tib bittada hal qilish uchun traktor yurish yo'lini shu yerda qurish ishlarini olib boramiz. Ko'prik
va bu joy har doim doridan kechikib qolib ketyapti. Aylanma yo'l, mana 14 gektar gilos bilan keladigan bo'lib, o'shaning uchun ishni osonlashtirish, shu yerga truba qo'yib traktor o'tishga sharoit yaratish ham kiritilgan bugungi dasturimizda. Leo Garden bog'ida rachok yordamida ishlarimiz ham qilinyapti. Mana hozirgi etilgan ishni shu rachok yordamida qilib olamiz, vaziyatdan foydalanib. Va mana suv trubamiz kelgan. Dalalarga suvlarni tarqatib beruvchi tarmoqlarga bo'lib. Mana shu joydan rachok bo'ylab hozir yo'lni sal tekislab olay, notekis ekan dedi. Mashdan 80 sm 1 metr chuqurlikda truba yotqizishga joy ochish ishlari bo'ladi hozir. Va shuni pastki tomonlarimizda mana shu holatda traktor bemalol kirib chiqa oladi bu joydan. Va ana shu holatda kelganda mashdan bu yoqqa bir podyomli bor, yo'l baland bo'lib ketgan mana. Kecha traktorimizni tegi tegdi dedi. Mana shuni pasaytirish ishlarini olib borish kerak. 25-30 ta rattimiz mana shunaqa yo'l balandlashib ketgan. Rachokka muhtoj joylarimiz bor. Shu tomondan traktorimiz dori sepib kelib, mana shunaqa tekislikda chiqib, narigi tarafga dori sepib o'tib ketish kerak. O'shaning uchun rachok ishlari bo'ladi bu yerda hozir. O'tda ko'vishgacha mana kovlashga 40 santimetrlikni taqib ilish ishlarini olib bormoqchi rachokimiz. Qirqlikda truba yotqizishga joylarni yaxshilash, chuqurlash ishlari bo'lyapti. Chuqur qazish. 30-aprel Leo Garden olma bog'ida bir kunlik ish dasturlarimiz shulardan iborat. Alloh nasib qilsa, shuni bugunga tugatamiz. Markaziy suv taqsimlash joyimiz shu tomonga boradigan joy. Kelgusida yosh giloslarimizda ham ushbu tizimga o'tkazish jarayonlari bo'lyapti. Leo Garden olma bog'i